Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. Bugun 29-may kuni Toshkent shahridagi mashhur Humo Arena majmuasida professional boks oqshomi bo'lib o'tadi. Turnir O'zbekiston professional boks uyushmasi tomonidan va nufuzli WBC tashkiloti hamkorligida tashkil etilmoqda. Bu safar ringga O'zbekistonning eng kuchli va eng mashhur bokschilari chiqadi. Kechaning markaziy janglarida muxlislar sevimlisi Murodjon Ahmadaliyev, Olimpiada chempioni Abdumalik Halokov, Parij Olimpiadasi oltin medali sovrindori Lazizbek Mullajonov, shuningdek iste'dodli bokschi Asror Vohidov o'z janglarini o'tkazadi. Umumiy hisobda bugungi boks oqshomida 12 ta professional jang rejalashtirilgan. Tashkilotchilar va mutaxassislar ushbu turnirni yilning eng muhim boks tadbirlaridan biri deb baholamoqda. Ko'plab janglarda o'zbekistonlik bokschilar xalqaro raqiblarga qarshi ringga chiqib, o'z mahoratini namoyish etadi. Agar siz ushbu ajoyib boks kechasini bevosita tomosha qilishni istasangiz, Humo Arenaga tashrif buyurishingiz mumkin. Shuningdek, turnirning jonli efiri bo'yicha havolalar va tezkor ma'lumotlar Sport Telegram sahifasida e'lon qilinadi. Eslatib o'tamiz, boks oqshomi Toshkent vaqti bilan soat 18 da boshlanadi. Demak, bugun Toshkentda katta boks kechasi. O'zbekistonning eng kuchli bokschilari ringda, muxlislarni esa unutilmas janglar kutmoqda.